Salom azizlar, bizning Choson akademiya o'quv markazimiz borib kelgan jamiyatga borib ishini muvaffaqiyatli bitirib kelgan fuqarolar uchun bo'lib o'tadigan Special EPS Topic imtihonlarga tayyorlanish uchun o'quvchilar qabul qilayotgan edi va oxirgi gruppamizni yig'ib darslarni qo'yib bergan edik. Hozirda bo'layotgan talablarni inobatga olgan holda navbatdan tashqari yana bir guruhni ochish arafasidamiz. Bu guruhimiz ertaga seshanba hamda chorshanba kuni qabul boshlanadi hamda 12-avgust kuni payshanba kuni darslarimiz boshlanadi. Bizning o'quv markazining o'quvchilarning tanlayotgan sababi shundaki, bizda testlarni yechish uchun ajoyib bir sir sinoatlari bor. Shulardan birini aytib o'taman. Ya'ni Special EPS Topic imtihonlarini testlarni yechish uchun avvalo ilkiy hamda tibbiy testlar bo'lib, ilkiy testlarda 13-dan to 20-gacha bo'lgan 7 xil test bo'ladi. Elementlardan tushadi va bu elementlarda bizlarda yodlatish, ya'ni yodlab olish metodik usullari bor. Ya'ni mnemotexnika metodi orqali sizlarga mana shu testlarni yodlash usullarini o'rgatamiz. Bunda siz qo'shimcha 35 ballni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bizda bundan tashqari ham juda ham ko'p sirlar bor test yechish bo'yicha. Hozirgi aytganimiz ham aslida sir. Buni siz saqlashingizni so'raymiz hamda bizga murojaat qilsangiz batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.